Obunachilar Gorodel orqasidan, elitni mahalladan, bu tarafga mana Nasaf stadioni, Akademiya litsey, 15 sutili hovlimiz chiqibdi. Mana hovlimizdan kattaligini ko'ryapsizlar. Fasadi 40 metr ekan. Uzunasi 37 metr. Shuni birgalikda obzor qilamiz. Hovlimizda pishirishdan qilingan katta hovli, faqat markazdan xohlovchilar shu videoni jo'natib qo'yasizlar. Bismillah. Kirishimizda mana darvozaxonamiz. Hovlimiz polni plita bilan yopilgan. Mana darvozaxonamiz ham kattaligini. Montaj ishlari olib borilgan. Qarashuvodan chiqqan. Birinchi mana aka mehmonlar uchun katta zal. Zalimiz kattaligi. Uzun hovli bilan yaxshi mebel qo'yib qo'ysa bo'ladi, o'tiradigan joy qilib. Oshxonamiz. Oshxonamizda hammasi razmerlar katta tayinlangan ekan. Uyimizda polni podval qilingan tagi. Bularga hammom, sanuzel. To'g'ridan ham qurilish qilib borsangiz bo'lagan, juda katta hovli ekan. Suv, gaz, muammo yo'q atrofda. Mana ko'rib turganlaringizda montaj ishlari hammasi olib borilgan. Uyimiz ham ballan tayinlangan ekan. Umuman bilan o'rnatilgan. Bismillah. Kirishimizdan katta hol. Mana aka kabinlar ham qo'yib ketilgan ekan. Kabinlar ham hammasi nimalar bilan o'rnatilgan o'zi. Havo to'xtatgan, kakpanlar bilan qo'yilgan ekan. Santexnika ishlari ham mana montajlar qilib borilgan. Tarafga letni или zimniy kuxnya degani, zimniy kuxnya qilib qo'yiladi bu tarafdan. Xo'p. Bu yerda ham katta zalimiz. Zalimizda razmerlar katta tayinlangan. Montaj ishlari olib borilgan. Qarash. Shtukaturka qarashuvodan chiqqan. Uyimiz asosiy baland, 4 metr ekan balandligi. Xo'p. Koridorimizda ketilaveradi. Bu yerda ham katta zal. Zalni spalni qilib qo'ygan bo'lar spalni ekan bu. Spalni o'zini sanuzeli bilan, sanuzeli ham montajlar olib borilgan. Juda razmerlar katta tayinlangan ekan. Bir remont qilsa dahshat hovli bo'ladi. Ikkinchi qismi ham katta hol, bu tarafga ham kamilla o'rnatilgan ekan. Bemalol ikkita hovli bo'lsa bo'lagan, ikkita katta hovli chiq ekan. Bismillah. Mana katta zal ekan. Bu tarafga oshxona, hammom, sanuzeldan o'rnatib ketsa bo'lagan. Bu tarafga ham katta xonamiz bor ekan. Xo'p. Hovlimizga bu yoqdan chiqsa bo'lagan. Hovli ham hovli ekan, juda katta hovli ekan. Buni yarmini sotib olib, yarmi qilib qo'ysangiz ham bo'lagan-da, olgan kishi. Qo'l tarafdan ham ne ko'rsatay. Mana hovli. Kattalik. Lokatsiyasi ham udar joy lokatsiyasi. Kimga qiziq bo'lsa, egalar nomerini talab etamiz. Narxini kelishilgan holda, egasi ham narxini sizga ayta olmayapti, necha pul ketadi, necha pul olasizlar deb. Nima qilyapti? Real nolchilar, real naqdlar, pastdagi nomerlarga bemalol telefon qilaveringlar.